O'zimiz biriktirgan mahallalar uchun biznesga ko'mak mahalla loyihasi va tarkib 12 bo'yicha kreditlarimiz chiqyapti. Bunda biznesga ko'mak kreditimiz 17 milliongacha beriladi. 25%dan bunda fuqaro o'zimiz bank qilgan fuqarolarga 6 oy imtiyoz davri bilan 4 yilgacha beriladi. Mahalla loyihasi 50 million so'mgacha kafillik asosida ajratiladi. 5 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyoz davri bilan beriladi. Bu ham o'zimiz bank qilgan fuqarolarga kafillik asosida 25% beriladi. Oldingi kreditimiz ayollarga 23, erkaklarga 25%. Hozirgi kunda hammaga bir xilda bo'lib 25% dan bo'lib qoldi. To'ki 12 kreditimiz 3 million so'mgacha, maksimal 3 milliongacha beriladi. 6 yil muddatga 2 yilgacha imtiyoz davri bilan ijozni xohishiga ko'ra 2 yilgacha imtiyoz davri beriladi. Bugundan hammasi bor. Mahalla bankida, mahalla agentlari tavsiyanomasiga asosan ajratiladi kreditlarimiz hammasi. Kredit tarixiga qaraladi. Kredit chiqarayotgan kredit tarixi oldingi kreditlarga qaraganda yaxshiroq bo'lishi kerak. Kafillari, to'lovlik qobiliyati bo'lishi kerak. Shu taraflari har tomonlama ko'rib chiqiladi har bir loyihamiz bo'yicha. Shunda qanaqa savollar bo'lsa